Shohimardondagi Yasrib Sheluda bir kun mazza qilib dam ollikda qaydasan Ko'li Qubbon deb ko'l tomonga yo'lga otlandik. Ertalabda yomg'ir yog'ib berdi va biz Ko'li Qubbonga borish uchun yana bir kichikroq postdan o'tdik. Postdan o'tishimizga mahalliy aholining aytishiga qaraganda Hazrati Alining ziyoratgohlari bor ekan. Bu yerda tog'ning ostidan toza va shifobaxsh suv otilib chiqargan. Yo'lda davom etish uchun kanatkalarga chiqdik. Kishi boshiga bordi keldi 50 ming so'm ekan. 15 daqiqada Ko'li Qubbonga yetib bordik. Birinchi marta kelganim uchunmi juda ham emotsiyalarga boy sarguzasht bo'ldi. Bu yerda ikkita ko'li bor ekan. Birinchi ko'ldan qayiqda o'tdik va 200 metrdan keyin asosiy ko'lga yetib bordik. Wow, mana bu joy haqiqiy Shvetsariyadan qolishmaydi. Suvni tiniqligi va muzlakligi alohida mavzu. Xullas, o'zingizni ertakka tushgandek his qilmoqchi bo'lsangiz, Shohimardonga albatta keling. Arzon va lyuks dachalar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bog'laning. Bu videoni kim bilan kelishni xohlasangiz, o'sha odamga qayta tashlang. Bu joyning lokatsiyasini Telegram kanalimizda qoldiramiz. Albatta a'zo bo'lib qo'ying.